Sharqiy Turkistonning Urumchi shahrida qozoqlarning salohiyatimi Xitoy saqchilari tomonidan qattiq tekshirilishga boshlagan. Fransiya agentligining 29 avgust bergan xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari Sharqiy Turkistonning Urumchida o'rtoqlashgan Uyg'ur va qozoqlarning mashinasini tizimga oldirishdan burun ularning salohiyatini qattiq tekshirishga boshlagan. Xabarda 2017 yili 8 oyning 21 kunidan boshlab Urumchida o'ltiraqlashgan Uyg'ur va qozoqlarning mashinalarini tizimga oldirishdan burun o'zi o'ltirishlik ma'muriy organlarga o'z salohiyatini tekshirtish talab qilinganligi. Bo'libmi Uyg'urlar bilan qozoqlarning salohiyatini qattiq tekshirishni boshlaganligi. 2009 yildagi Urumchi qirg'inchilik voqeasidan buyon Urumchi vaziyati barg'ansiri keskinlashganlikdan Urumchidan boshqa davlatlarga panohlanish uchun qochqanlarning soni barg'ansiri ko'payganligi. Xitoy Chinchuangoning vaziyatni yaxshilayman deb aksincha vaziyatni qattiq qalaymaqon qilayotganligini, Uyg'urlarni har xil vositalar bilan kamsitish, diniy erkinlikni umumiy yuzlik bo'g'ib, Uyg'urlarga qattiq besim shakllantirganligini bildirgan. Yazlık ta'tillik Qur'on va ona tilida o'qish bitirish murosimi o'tkazildi. Yigirma 25 avgust juma kuni tushdan keyin İstanbulda faoliyat qilayotgan Sharqiy Turkiston ma'arif va hamkorlik jamiyati qarmaqidagi Zaytinburnu sho'basi Zaytinburnuda yozliq Qur'on va ona til kursi o'qish bitirish murosimi o'tkazildi. Murosimiga Sharqiy Turkiston ma'arif va hamkorlik jamiyati yetakchilari va Qur'on kursiga mas'ul o'qituvchilar hamda o'qish bitirgan o'quvchilar va ularning onalari qatnashdi. Murosimda İbrahim Damullam balalarga Qur'on o'gitish va uning ahamiyati haqida to'xtalib, bizlardek iymonimizni va islomimizni himoya qilish uchun hijratga chiqqan muhojirlarga nisbatan farzandlarimizga Qur'on va diniy aqidani o'gitishning to'limi muhim ekanligi, Qur'on biz va avlodlarimizning aqidasini saqlash va uni davomlashtirishdagi eng muhim dastur ekanligi. Shunga muhojiratda yashayotgan qarindoshlarimiz bu nuqtaga sal qaramaslik kerak deganlarni bildirdi. Murosimda o'quvchilarning Qur'on kursidagi o'qish va turmush ahvoli aks ettirilgan suratli film qo'yildi. Qur'on o'qishni bitirgan va Uyg'ur tilida savodliq bo'lgan farzandlarga o'qish bitirish shahodatnoma taqib berildi. Murosim intayin jo'shqin kayfiyat ichida oxirlashdi. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi atom siniqining ziyni oshkorlanishga boshladi. Dajiyuan to'rining 27 avgust bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, yaqinda Xitoyning Beijing gazetida Malandagi chaqchaq atom sinoq bazasidagi maxfiyatlik temasida maqola e'lon qilingan. Maqolada Sharqiy Turkistondagi o'lim dengizi deb ataladigan Lopnur ko'lidagi Xitoyning atom sinoq bazasi Malan kishilarning ko'z oldida qaytadan namoyanda qilingan. Maqolada atom sinoq bazasini aslida Donhuangning g'arbiy shimoliga o'rinlashtirishni o'ylashganligi, lekin o'z vaqtidagi armiya boshlig'i qo'shimcha atom sinoq ishlarining moderi Jang Wen-yunning qarshi turishi bilan Lopnur ko'liga o'rinlashtirilganligi, agar atom sinoq bazasi Xitoyning Atturgul rayoni hisoblanadigan Donhuangga o'rinlashtirilgan bo'lsa, mo'lcharligisiz xavflarning kelib chiqadiganligini hamda bu Atturgul rayonining hozirgacha mavjud bo'lishi yoki bo'lmaydiganligini tasavvur qilg'ili bo'lmaydiganligini oshkorlagan. Maqolada 1959 yili qurilgan bu bazada 1964 yildan boshlab 1996 yilgacha jami 45 qitim atom siniqi qilinganligi, atom siniqiga qatnashgan texnik xodimlarning soni 100 mingdan tuvan emasligini, Xitoyning 32 yillik atom siniqi davomida
mo'ljalligisiz bulg'inishni keltirib chiqarganligi, 100 mingga yaqin kishining salomatligi ziyonga uchirganligi. Agar bu sirlar oshkorlansa, kishini haqiqatan cho'chitib etadiganligini, Xitoy 32 yil ichida Lopnur ko'lida sinaq qilgan atomning ig'irligi 20 million tonnaga yetadiganligi. Maqolada 1959 yili qurilgan bu bazada 1964 yildan boshlab 1996 yilgacha jami 45 qitim atom siniqi qilinganligi, atom siniqiga qatnashgan texnik xodimlarning soni 100 mingdan tuvan emasligini, Xitoyning 32 yillik atom siniqi davomida mo'ljalligisiz bulg'inishni keltirib chiqarganligi, 100 mingga yaqin kishining salomatligi ziyonga uchirganligi. Agar bu sirlar oshkorlansa, kishini haqiqatan cho'chitib etadiganligini, Xitoy 32 yil ichida Lopnur ko'lida sinaq qilgan atomning ig'irligi 20 million tonnaga yetadiganligi, Lopnurda atom siniqi qilish sababidan atrofining hammasi qaqaslikka aylanganligi, hatto sinoqqa qatnashgan texnik xodimlarmi ziyonga uchirganligi, muhit bulg'inish sababidan atrofdagi ommani mo'ljalligisiz ofatga uchratganligini oshkorlagan. 2009 yili Yaponiya Meditsina universiteti atomdan mudofaalash ilmiy mutaxassisi professor Gao Tiandun Xitoyning Sharqiy Turkistonda 45 qitim ilib borgan atom siniqining portlash kuchi, radiatsiya miqdori, havo rayi sonliq ma'lumoti, nopusning zishliq ahvoli qatorliqlar ustida ayrim tadqiqot ilib berib, ziyonlangan kishilarning sonini hisoblab, Xitoyning Yipak yo'lida qo'yib qo'ygan atom terrori xatiri temasida maqola e'lon qilgan. Maqolada Xitoy ilib borgan atom sinoqlarining mudofaa aslahalari va tadbirlarining kamligi, Xitoyning Sharqiy Turkistonda ilib borgan 45 qitimliq atom siniqining ziyni 2. Dunyo urushida Amerikaning Yaponiyaga tashlagan atom bombasidan 4 hassa eshib ketganligini, radiatsiyalik bulg'inish sababidan sinoq qilingan rayon atrofida 190 ming kishining jiddiy xarakterlik o'limini keltirib chiqarganligini oshkorlagan. Maqolada yana Xitoyning ichki hujjat materiallaridagi Sharqiy Turkistondagi atom siniqida 1 million 290 ming kishining atom radiatsiyasining ta'siriga uchirganligi, buning ichida o'lganlarning soni 750 mingga yetganligini oshkorlagan hujjatlarni mu tilga olgan. Saqchi bo'lib olish payti keldimi? Hindiston vaqt gazeti 30 avgust Amerika bilan Xitoyning Pokistonda yaxshi saqchi bo'lib olish payti keldimi temasida obzor maqolasi e'lon qilingan. Maqolada Amerika prezidenti Trumpning Afg'oniston masalasi haqidagi yangi siyosiy munosabatlik, Amerika bilan Pokiston o'rtasidagi munosabat jiddiylashib, eng yuqori pallaga chiqqanligi, Xitoyga nisbatan yaxshi saqchi bo'lib olish fursatining kelganligi, Amerikaningcha Pokiston Amerikaning yordamiga erishmasa bo'lmaydiganligi, Amerikaning ko'rinishda terrorchilarga zarba berishga qarshi turish bilan birga Afg'onistondagi Amerika askarlariga qarshi qurolli kuchlarni qanot ostiga ilayotganligi bildirilgan. Maqolada yana Amerika prezidenti Trumpning kaskin holda Hindiston Afg'onistonda o'z rolini amaliy joriy qildirmoqchi bo'ldi degan so'zlarining Pokiston hukumatining o'g'isini qaynatganligi, Pokiston strategiya guruhi Afg'onistonni o'zining orqa ho'ylisi deb qarab, Talibanlar bilan cho'nqur strategiyalik munosabatni saqlab kelganligi, Pokistonning eng qo'rqadigan yeri Hindiston Afg'onistonda harakat qilsa, jo'grafiyalik nuqtadan ikki tarafga besim ilib keladiganligi. Shu sababdan Pokiston Amerikaning Afg'oniston siyosatiga norozi bo'lib, Amerika taraf bilan davomlashib kelayotgan uchrashishni rad qilish bilan birga Xitoyga texmi yaqinlashish orqali tangponlikni saqlashni o'ylayotganligini, amaliyotda Trump Pokistonni ayblagandan keyinla Xitoyning darhol Pokistonni qanot ostiga oladiganligi, Xitoyning Amerika bilan Pokiston munosabatining yomonlashish paytini ching tutib, Pokistonni himoya qilishidagi g'arazi bo'lsa, Xitoyning beshini og'irtayotgan Sharqiy Turkiston masalasi ekanligi, Xitoy tarixdan buyon Sharqiy Turkiston musulmonlarini biror islom davlatining himoya qilishidan qo'rqadiganligi, Pokistondan iborat Sharqiy Turkistonning musulmon qo'shnisini qandaq badal to'lashidan qat'iy nazar o'ziga beqindirib, Sharqiy Turkistonni mangu mustamlika holatida saqlab qilishdan iborat yomon g'arazining borligi bildirilgan. Xitoyning Shimoliy Koreyaga bo'lgan savri taqiti to'shdi. Yangi Akit to'rining 29 avgust bergan xabaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Shimoliy Koreya haqida bayonot e'lon qilgan.
Bayonotda Shimoliy Koreyaning jiddiychilik vaziyati oxirgi chekka yetganligini bildirgan. Xabarda Shimoliy Koreya sinoq qilgan boshqariladigan sinarat Yaponiya havo tavalligidan o'tganligi. Shu sababdan Yaponiya hukumati Shimoliy Koreyani ogohlantirgan. Xabarda Shimoliy Koreya Yaponiyaning shimoliy qismini nishonlaganligi. Yaponiya hukumati Shimoliy Yaponiyadagi xalqini Shimoliy Koreyaning xufsallik bilan ziyonkashlik qilishidan ogohlantirganligi tilga ilingan. Xitoy bilan Hindiston Himalaya teg'idan askar chekintirishga kelishdi. Dünya to'rining 29-avgust bergan xabaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoy bilan Hindiston Himalaya teg'ining sharqidagi Danglang egizligidan askar chekintirishga kelishgan. Hindiston Tashqi ishlar ministrligi bayonot berib, ikki davlat Himalaya teg'ining sharqi va Xitoy, Hindiston, Botan qatorliq 3 davlatning kesishma chegara rayoni bo'lgan Doklam tuzangligi haqida suhbat elib borganligi. Hindiston taraf bu haqdagi fikrini o'tirg'i qo'yib, o'z xohishini ifoda qilganligini, Hindiston bilan Xitoyning o'zaro tushunish hosil qilib, Doklam tuzangligidan askar chekindirish suhbatida ilgirlashning bo'lganligini bildirgan. Biroq Xitoy Tashqi ishlar ministri Hua Chunying Xitoy armiyasining Doklam tuzanligini davomli chorlab turganligini bildirgan.